Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Men Begaliyev Zamon 1967-yil tug'ilganman. 10 yil atrof oldin insul bo'lganman 10 tarafimdan. O'ng oyoq, o'ng qo'lim yaxshi ishlamasdi. Mana bitta o'zimizni Luzotda Jamshid akamiz nina orqali davolayotgan ekan, shuni eshitib Instagramdan ko'rib keldim. Mana 2-3 kunlikini olyapman. O'zgarishlar yaxshi. Yurushlarim. Zamon aka shu birinchi nina olgan kuningiz uyga borgandagi holatda. Birinchi kuni nina oldim, sirasiz o'zgarish bo'lib 5-6 qadam hassasiz yurishga, kun bo'yi yurishga xullas o'zimni tetik ushladimda. Mana Xudoga shukr, bugun 2-3 bo'lajani olib yotibmiz. Shunda uyqungizda ham o'zgarish bo'ldi, to'g'rimi? Uxlashim yaxshi. Yurishimda ancha o'zgarish bor. Hali ko'p emas, mana 1-2 kun oldik. O'zgarishlar yomon emas. Allohga ming qator shukr. Jamshid akamga rahmat. Xilos qilganlar kelsin, ko'rsin mana. Rahmat hammaga. Shifoyi komil bersin. Inshaalloh, inshaalloh. Allohga oson ekan, birinchi kunni o'zida o'sha har doim hassa bilan yurgan holatingizda o'sha 4-5 qadam mashinaga hassasiz yurgizdi. Inshaalloh. Uyqusiz sifati ham o'zgarib, o'ziga yengil bo'lsa, mana bugun ham yengil yurib keldingiz. Xudoga shukr. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Shukr. Allohga hamdlar bo'lsin. Rahmat aka. Ya'ni sog' bo'lsin. Rahmat. Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Inshaalloh. O'sha u hali yoshligingizdek holatga Allohning o'zi qaytarishga oson. Allohga juda ham oson, o'shaning uchun ixlos qilamiz inshaalloh. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat aka. Sog'